Mana işte tugatdik. Polni bo'ldi mana. Tashqari tomoni. Mana bu shunday egasi. Bir egasiniki mana. Mana yerdan tashlang. Polni bo'ldingmi? Mana usta ko'ring qani. Polni bitkazdik mana. Beti. Kunduzga sog'lomroq olinyapti. Kechasi bo'lgan holatda ham tashlayman. Mana. Taxlarni yalt chotki. Darazaxona. Svetlarni yo'q-da, hamma joy. Polni tayyor bo'ldi. Rasmnikini ham yo'qdan. Polni bo'ldi mana. O. Mana. Polni bo'ldi mana. Sizligini ham mana shunaqa beraman. Mana havlu. Havlu endi qanday desam, hozir uncha ko'zga ko'rmaydi. Yaqinidan mana bu holatda mana. Kechqurundagi holatlarni ham keyin tashlayman nasib bo'lsa. Polni bo'ldi. Havlu xullas kalon chotga bo'ldi. Polni bo'ldi. Eshiklar ham sepildi, derazalar ham sepildi, hammasi. Oq edi. Mehmonxonasini ham bitkazib bergan. Ha, shunday qilib bo'ldik-da, o'pish. Xullas kalom tugadi. Hozir mana bu yoqqa bitta oyna qo'ygan, shuni qo'yib beramiz bo'ldi. Mana holat. Ko'ring qani? Qanday baho berasiz?